$12,500 pulingiz bo'lsa, sizga 4 xonali kvartira tavsiya qilaman. Hozir turgan joyimiz Yangi bozor Akademik litsey ro'parasidan kirganda, Lada servisga ketmasdan, mana shunaqa 4 etajli kvartiralarimiz 4-etajda joylashgan 3 xonali 4 xonali qilingan kvartiramiz asl narxi $40,800. Ushbu kvartiramizga $12,500 pul bordonga ish haqi bo'lishi shart emas, birgina pasport evaziga ushbu kvartirani xarid qilishingiz mumkin. Kvartiramizdan kirib oldik, kiraverish qismimiz mana shunaqa uzun kichkina koridordan kirib kelganimizda, chap tomonda alohida hojatxonalarimiz mavjud, o'ng tomonda bitta katta xonamiz mavjud. Buni mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Remontlarni ham chiroyli holatda qilib qo'yilibdi va o'zini ayrim jihozlari bor. Mehmonxonamizning o'ng tomonida didiska xonamiz mavjud, tayyor holatda remontlarni qilib qo'yilgan. Bundan keyin mana bu tomonimizda yana bitta xonamiz mavjud. Buni kattalar yotoqxonasi qilishingiz mumkin. Balkon qismida garderobli zona uchun shkaflarni qilib qo'yilgan. Va koridor qismimizdan bu tomonga yurib kelganimizda mana bu tomonda kvartiramiz sanoslari joylashtirilgan va bundan keyin bu tomonda mana bu yerga oshxonamizni chiroyli holatda mebel jihozlarini qilib qo'yilibdi va o'zining gazlari ham bor. Oshxonamizdan o'tib kelganimizda bu tomonda kattagina balkon qismimiz mavjud. Bu yerga esa bemalol ovqatlanib o'tirish uchun joylarni qilib olsangiz bo'ladi. Kvartiramizda derazalari akforumlardan o'rnatib qo'yilibdi. Ushbu kvartiramizda ayrim jihozlar olib chiqib qolgan jihozlar qoladi. Buni uy egalari bilan kelishib olishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz kommunallari keladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlar joyida. Narxlari keladigan bo'lsak, narxlarni $40,800 so'rashyapti. Kelishadigan joylar bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.